Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun baklava tayyorlagandim. Shuni ko'rsatib bermoqchiman. 1 stakan sut, yarım stakan pista yog'i. Обязательно 2 stakan qatiq. Xamirda yumshoq, ham yayilishiga oson bo'ladi. 2 ta tuxum soldim. Bitta tuxum solsanglar bo'ladi. Tuxumlar kichkina bo'lgani uchun 2 ta soldim. 1 pachka razrahritsil, 1 pachka vanilin и 2 qoshiq osh qoshig'ida uksus, bu yablочный, vinogradный uksus bo'lishi mumkin. Men uyimda anjir uksus bor edi, shundan ishlatdim. Ko'rganlaridek, injir sirkasi deb yozib turibdi ustida. 1 kiloga yaqin un, 4,5 stakan soldim men. Birinchi 4 stakan soldim. Sekin-sekin soldim unini, birdaniga solinsa qattiq bo'lib qolishi mumkin deb. Qolgan 4 stakan solib, yarım stakan yana ustiga solib, qolgan yarım stakanni ajratib qoldim. Hammasi bo'lib 4,5 rovno 4,5 stakan un ketdi. Ko'rganlaridek o'rta yumshoqlikda xamir tayyorladim. Bu stakandagi unda ajratib qoldim. Buni ichini yayayotganda ishlatamiz. Xamir tinganga dovir siropini tayyorladim. 4 stakan shakar. Agar shakar ko'p suymasanglar, bunga qarab 3 stakan solishinglar mumkin. O'zi retseptda 5 stakan shakar bo'ladi. Men 4 stakan ishlatdim. 4-5 stakan suv, limon. Limonni qobig'ini ham ichiga solib qo'ydim. 15-20 minut pishirib olamiz siropni. Bir chekkaga siropni qo'yib qo'ydim. Bu orada ichiga yong'oq solaman. Yong'oqlarni maydalab olgandan keyin endi xamirni tayyorlashni boshlaymiz. Bu juda ham oson, tez tayyorlanadigan baklava. Meni kanalimda kuzatib borganlar bo'lsa, oranglarda ko'pchilik bilsa kerak. Bu orada ajratib qo'ygan 1 stakan un, yarım stakan и 1 stakanga yaqin kraxmal. Bu kukuruzniy, kartofilniy, любой kraxmal bo'laveradi, farqi yo'q. Iloji bo'lsa bug'doynikini ishlatishga harakat qilinglar. Agar uylarda bo'lmasa, aytganimdek kartofilni, kukuruzniy kraxmal bo'laveradi. Shunga qarab zuvolalarni 12 ta zuvola oldim. Kanalimda o'zi aytganimdek retseptlar juda ham ko'p, paxlava retseptlari. Buni 60-70 qavat orasi bilan tayyorlansa bo'ladi. Men bugun 12 qavat tayyorlayman. Oson retsept deyishimiz sababi bu. Buni har kim tezligini birpasda vaqt olmaydigan narsa, birpasda tayyorlanadigan baklava.